Bitkilab qo'yib yuboraman. Bo'ldi? Boshlanna? Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan Aslanboy va Ixa. Bugun sizlar uchun juda ham chiroyli TikTok reaksiya va Instagram reaksiya bo'ladimi bo'lmaydimi bilmayman. Mayli TikTok reaksiya olamiz. So'kinmaslikka harakat qilamiz. Momentlarda so'kinib qo'ysam, uzr oldindan oilaviy bizni tomosha qilsanglar ham bo'ladi. Gaplaringiz bo'lsa bemalol gapirishingiz mumkin. Hurmatli Ixa. Assalomu alaykum hammaga. Ovozim yaxshi degan umiddaman. Yaxshi? Yaxshi, prosta men basharam xunuydi. Bor uka. Basharamni qarang, ishlarimni voy. Ular do'stlar ko'pchilik so'radi. Rosa aproslada ham Aslan bilan mana Aslan ham keldi mana. O'tiribdi mana shu. Mana o'tiribdi. Soatim bo'lib ketdi, maqtanib o'tirardim. Xullas, TikTok reaksiya kayfiyatinglar ko'tarishga harakat qilamiz, xudo xohlasa. Bu narsa qo'limizdan keladi, menimcha. Vaqtinglarni yaxshi o'tkazasizlar degan umiddamiz. Shunday. Chips, mips, kola, shpola olinglar va sizlarga Ovqatlarni ko'rsalaring ham bo'ladi. Bugun juda ham qiziq bo'ladi. Jigarlar ovqat haqida gap ketganda sizlarga ajoyib yangiligim bor. Yandex.Edada. Omon, lekin bitta minus tarafi faqatgina Toshkentda ishlamoqda hozircha. Yandex.Edadan agarda 130 ming so'mdan ko'proq bo'lgan mahsulotni aytsalaring, mana bu imенно mana shu promokod bilan UZB6CLY turibdi. Mana shuni qilsalaring 47500 so'm sizlarga skidka qilib berishadi va dastavka ham tekin bo'ladi. Mutlaqo tekin. Menimcha bu narsadan foydalanib qolish kerak. Agar kimdadir Yandex.Eda programmasi bo'lmasa, описаниеda qoldiraman hamda kommentariyaga ham zakrepitsiya qilib qo'yaman. Bemalol tortib, zakaz qilib 47500 so'm skidka bilan olishingiz mumkin. Bu degani 130 minglik narsani почти 90 mingmi, 80 nech mingga olasizlar, matematikada yaxshi emasmi? Xafa bo'lmaysizlar. Bunda videoni davom ettiramiz. Aka, mana bu yerda men reklama chiqib tursin bu yerda. Hatto Instagram, Telegram, YouTube, UC Series hammasi chiqib turishi. Aslan. Xunuk rasmlarini qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hali kalb qachon chiqadi bu? Shu erta-perta chiqadi. Erta-perta chiqadimi? 5-yilni kutganingizda kalbasharamiz qo'yib qo'yardingiz. Yo, 5gacha kutdim. Xullas, gap cho'zmaymiz do'stlar. Har doimgidek videoni videoni ko'rishdan oldin like bosib, obuna qo'yish esingizdan chiqmasin. Побратски bizga bu просто motivatsiya. Shunday, motivatsiya. Nos kaypidek kayf просто, to'g'rimi? Nos chekmasa ham kaypidek uchun. Sana Nos kaypini bilmasa qayerdan bilasiz? Endi gap bu. Gap. Xullas, давайте boshladik. Так, ham boshlandimi? Va mayli birovni qizi, men gapirmayman qizlarni. Bolalar chiqsa mayli so'kib yuraman. Lekin chiroyli ekan opa. Men shu narsani sezdim. Like bosamiz. Bosib qo'ying, xursand bo'lsinlar. 1.5 like bor ekan opani. Bu degani hozir sizni sezdi degani. Siz like bosganingizni sezdi, sizda YouTube'ga kirib ko'radi bu opa. Значит, hozir opa bizni ko'rib turibdi. Opa, biz zino ko'rmasmiz. Biz sizni chiroyingizga like bosdik. To'g'ri, boshqa. Yoki, ey. Raqam aka? Mana qarang. Mana qarang, bunday ketgan ekan. Bo'ldi. Eshitib gapiryapsan? Ha? Eshitib gapiryapsan? Mana o'ynalayotganda tekkisan u. Chiroyli takoy. Like mi? Like bosib qo'ying-chi. Opani o'ziga. Yiqiladim deyman hozirda. Maktabda mas tushganmisan? To'g'risini ayt. 4-sinflikda tushganman. Aldimi? Qiz 11 yil sevgandim maktab vaqti bilan yerga tegib. Yuragim shunday mana shu yurak. To'xtang, yurak. Ha, mana shu tarafda bolalar esli-chu sizlarga og'zimda qiyshiq ko'rinishi mumkin, yuragim mana shu yerda. Mana shu yerim singan. O'sha kuni 30-iyun kuni yerga teganda men stream o'tirganman. Siqilib. Keyin stream o'chirib ozgina siqilib olganman deydi. Ajdan, bildim. Aka, mana ana muzikant bo'lib ketsam-da, keyin kim bilandir vals tushganimda otib borsam, shunaqa. Shu muzika aytaymi, nima deysiz? Давай. Bu saçlı yarım saat
qo'drali. Qo'ya qo'diralimi? Нихуя не понял. Ну, очень Очень интересно. интересно. Bala, Shunaqa video qilmang, ha. Umuman. bitta video qo'yarmikan? Birinchi bilan. Bitta jiyanim bilan. Bunday qil. Kamera ol basharamga. Birinchi qarang, ko'zi qiyshiqmi? Yo, Qiziq emas, men kulaveraman. biz odamsiz kulganimiz yo'q. Biz просто degan joyda kulyapmiz. To'g'ri. Qanday qilib magazinlarga kirib do'baklashgan suv bilan to'ldiradi? Buni sura qopqoq bo'lsa, suvsa bo'lmasa, qanday qilib buni iloji bor? Logikli o'ylab qarasam, buni bitta yo'li bor. Bu yo'li ham suvni bulsa orqali solish bo'lsa kerak. Qanday qilib magazinlarga kirib Like qamishi 1200 ta. Shuni biratan dalboy o'tsam 1200 yana dalboy bor ekan, to'g'rimi? O'tkazamiz, odamlar ustidan kulib qo'yamiz ekan, tomos o'tkazing. Yo. Shunday nima degan? Yo'q. Suvni bulutsan to'ldirar ekan, tushundingmi? Qopqoq berk bo'ladi, qanaqasiga to'ldiradi deyapti-da. Sherit bilan tezroq bo'ladi. Yaxshi. Sharit degan приложение ham bormi? Ha? Androidchilarda bormi? Michilida. Bola tushunmay qoldi. Katta nima? Akamiz. Bular o'zbeklar ham komment. Просмотр bor. 40 millionmi? 40 million просмотр. Shu. Yana shunaqa videolar olishga boshlayman, tinchlik. Ye, bunday qildi. Ya qo'lim moqliganingda basharamni qarang. Qizilmi basharam? Yaqinroqsa, Ya men yomon xunuk bola. Voy. Ukam, qizlarni yuragini o'ynama, chunki u bitta. Yuragini tepasidagini o'yna, chunki u ikkita. Вообще yo'qotma o'zingni, вообще. Ukam, qizlarni yuragini o'ynama, chunki u bitta. Yuragini tepasidagini o'yna, chunki u ikkita. Bratandi bor, shuni o'rtasiga sigaret tiqqan ushlamasdan yursa bo'ladi. Qilib. Mendan odamlar chiqyapti aka. like yerga aktiv Ye- ochyapti-da, ko'ryapsan? 86 mingta. Aka, mana shunaqa kiyinib ertadan video olishni boshlayman. Bular shunaqa qilib aktivni ko'tarsa yoqyapti-da o'ziga xullas, tushundingmi? Bilmadim. Bo'ldi bolalar, men ertadan xuddi ana shunaqa kiyinaman, aktiv ko'taramiz bolalar. Davay. Aslanboy, Haribboy. Namangan nechi pul bo'lyapti Namangan? Namangan qimmat uka. Nechi pul bo'lyapti Namangan? Mirzoxton uka Namanganni so'ribdilar. O'zim O'nka. bog' odamman-da, shu Namanganga borishim kerak edi, shunga so'radim. Namanganni narxini hokimlar bilan gaplashadi. Biz bilmaymiz. Hokimlar bilan? Taksilarni gruppasi emasman. Tushunmadim gapingizga. Hokimlar bilan nima qilaman gaplashaman? Namanganga yo'l kira nechi pul bo'lyapti deb so'randi uka. Siz Namangan narxini so'rayapsiz-da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar akalar, tuzingizlar. Mana menda suhbatda eshitdim, fikr muhozalada, fikr muhoba. Fikr muzohalalar diyor. Muhofazalar eshitdim. Ya'ni endi eshitib yozyapman. Muhofaza. Muhofazani muhofazani deb yotdi-ku, brat. Muhofazalar. O'zi men tilim yaxshilaydi. Shunda ham tilzaborligim kuchli ekan sizdan aka. Sen tiling zo'r ishlaydi. Ey, uzr. Men o'zimni streamda o'tiribman deb. Adashib ketdim. Adashib ketdim, uzr. Ado etib Yo'q, uni vijdonning burchin ko'rsatdingiz bilimning kuchini. Sizga hammasi uchun ta'zimdamiz ustoz muallim. yo'q, uni endi.
Şu an so'zga chiqmaganmisan? Yo'q, umrimda chiqmaganman. Nimaga? Orasi ko'p chiqardi. Men chiqmasdim, yomon uyalar. Qanaqa hozir o'sha uyat degan narsa qani menda oldin yoshligimda qanday uyalardim a? Hozir men yerda ishtonimni ichib yuborishga ham uyalmayman. Men bunaqami bilmayman. No, bu ish qilmaydi. Unaqa bo'ladi deb o'ylamanglar, просто aytyapman, primer qilib beryapman bo'ldi. Tanat bo'lsa ichib, Yo'q, baribir. kim bu bo'ldi. Telefon zaryadkaga qo'ydingmi aka? Bo'ldi, telefon zaryadkada ketdi bo'ldi. Ничего не знают русского и не узбекского. Они только на китайском разговаривают. Как здороваться по-китайски? Нихао, нинхао. Hozir atela qo'ydingizmi ayolni? Qiz menga aloqasi yo'q. Siz atela olib qo'ygan, shu aslam keladi, aslamga qo'yib beraman. Русского и не Like o'zamizmi? Bosib menga mishkalam berasizmi? Bosib qo'ying. Bu qizni menga aloqasi yo'q-ku. Men joy TikTokka qo'ygan kod bo'lib ketdi. Men iltimos qo'ymanglar. Qo'yib yuborra hozirda. Hech nima degan, o'zingni o'zing gapiraysan. Atela qo'ydingiz-da hozir. Nima atela qo'yaman, o'zi chiqib qoldi ko'rdi. Nima haqida edi video o'zi? Bilmayman. Ko'raylikchi. Ko'ring. узбекского. Они только на китайском разговаривают. Как здороваться по-китайски? Нихао, нинхао. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Типа как поздороваться на китайском deb so'radi qizdan. Qiz nihao dedi. Keyin yakudza kirdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tushundingizmi? Типа Sigma. Wow. Bum bum Sigma. Patrab tur. Ben çıkıyorum ama. Unuttular ya molla. Laki hafiften büyük gitti le. Ishlagan ketdi bular. Uzr. Ko'rarmiding Bekjanni? Yo'q, azigagina ko'rardim. Azigaga ko'mirim keldi. Derdilar. Yana kim bor bu yerda unutilgan papirlar? Trigu bu? Mishkasi ko'rinadi mana bu yerda. Siz xudoning bandalarining ustidan kulyapsiz. Bak, yo'q. To'xtang, yoshligimda menga shunday oldi, tinta jurlarim bilan naqsh ustidan kulyapsiz, naqqosh ustidan kulyapsiz aka. Biz naqsh ustidan kulyapsiz, naqqoshdimi? Qara, Lionel Messi yozyapti. Lionel Messi shu an ko'rib qoldim hozir. Qara. Ko'zim jamoa tark etdi. Deydan ketgan. Tribuki bitta o'lganlar emas-ku. Ha, tipa boshqa savol. Ha, Pavjin tark etgandi-ku bular o'zi. Pavjin tark etgan o'lgan bola. Po suti tark etgan lekin to'g'ri. Shunchaki tark. Sigma ham tark etdi debmanman. O'tirsa yig'layapti ekan. Yaxshi. Oyog'imni tushirib cho'ta boshqa qo'ralik qilyapti. Tipa ko'targan. Mayli, yaxshi edi. Qachonlardir men ham chiqaman-da shunaqa. O'zim ham bo'laman deb o'yladim hozir. Qachonlardir men ham chiqaman shunaqa videolarda. Bir 5 yildan keyin. Bo'laring shunda. PUBG'ni tark etgan guruhlar. Naq o'g'limni ko'tarib qo'ygan bo'ldi. Legenda. Legendasi qo'y boshqa. Ayam Ko'tarma. Uzr bo'ldi. Qizlarga o'xshab bunday yubkasini to'g'rilaganda to'g'rilab qo'yib shortilarim. Nashalaridan tortamiz, keyin G'alay ekan ani. Yo'q. Tort. Uzat. Chiqib olib turib, oynaga qarab nasha chekmayman debdi. Oldin bir narsani qoyil qilgan, keyin kayf qilgan. Yurni kayf qilaman. Qolaman, zo'r mahorating, zo'r chiqibdi Instagramda yangi surating. Hammaga Bag'zoq turingda. Короче, bir kun paynetga kirdim-da. Bir kun paynet kirdim-da. AirPods so'raganda bittalik. U katta ko'rinyaptimi yoki u kattami? Tushunmay farqlanmay qoldim-da u. Ana unaqa deb o'ylabman, nima yerga turardi-ku, oldin bilasizmi, mashinalarda taqolardi odam. AirPods mana shunday aka, bittalik, ana shunda turadi. Qulog'ingizga tiqasiz bo'ldi ana, fonogramma, mikrofon bo'lyapti. Muzika qo'ysangiz butun ko'cha eshitadi-da unda.
Ya eng qizig'i bola bori ertalab uyqudan turish esidan chiqib qolibdi kelyapti. Niye ko'zi qani? Zo'r chiqibdi Instagramda yangi Ko'zi qani bola? Hammaga yoqish seni Ko'zi qani aka? Uyg'onish esidan chiqib qolibdi bola ertalab. o'sha qomating Qisam, yarashli holingiz bor. Tag'in menga jahl qilishingizga o'lamanda. Ey to'xta seni. Bu kishi 4 kishi bilan yurgan. O'zi aytishgan. Buni hammasini bilaman. Nimaga qizlar TikTokda orqasi bilan video olyapti desam? Donatorlarning hammasi samarqandlik ekanda. Bilay. Yo, Samarqand nima daxli? Yosh Ice bilan kallasiga o'yna. Burru kallasini chiqarish kerak nima? Samarqandlik nima daxli bor bu yerda? Jizzaxlik bo'lsa oldiga qaraydi meni tippa. Kattalashtirib Shunga vaqtda durdi. Kattalashtirib qaraydi. Boyagi bilan buni farqi nima? Yo qarang, hozir videoni sutini qarang-da, pasini qimirlatyapti, lekin pasini ekranga ko'rsatgani uyalyapti. Bu qanday tushunish kerak hozir aka? Yoki ana uchburchak deyman, bunday mana ber, bunday kelganda keyin ber, bunday kirib ketib qolgan deyman-da. Bir xilda nabarot bunday chiqqan bo'ladi-ku. Qo'lda yeganmiz. Voy. Tushgan ovqat yemanglar, bro. Yo. O'zbek чистый o'zbek mana. Haqiqiy muzikchasiga osh. Music is back. King is back, is back. King is back. Yaxshi. Valla. Boyagi bolang gapidan o'tdi. Yixani yuragini o'ynamanglar, yuragi tippasini o'ynanglar. Chunki ikkita, yurak bitta. Voy bilan cho'za cringe. Bu Hamda bosi yana. jalbi tessam bo'lmaydimi? Bitta yurak tippasini ko'raylik. Bosi. Yuma, nechun yo'gan zagaman ular. Yurak tippasini chiqarqa. Bo'ldi. Mashinasi qani? On qaraydi. Nima xuliki bo'laman yo'q. To'g'riki yo'q qizlar bo'ladi. Unda qoshlarini o'rtalari qirilmagan qizlar. Quloqqa netgan. Sochini yopishtirib olganmi? Qizlar ham tippaga. Assalomu alaykum. Всем вам добрый вечер, пацаны. Tushyaptimi? Zo'r. Kecha bilan bugunning yagona farqi kechagi xatoni to'g'rilash iloji yo'q, lekin bugungisini qilmaslikning iloji bor. Bor yo'g'i shu. Ana bratni gapidan bo'lmadi, bitta millioner короче. Ana kal bor, bilasizmi? Короче, no odamlar bu motivator-ku tipa, ana Bugattilari bor. Bilasizmi? Nimadir edi. Короче, mana shu motivatorda motivatsiya beradi odamlarga. Pul ko'paysa ham motivatsiya bir gap bo'lib ketdi. Короче, bittasi gapirganda, siz nima motivatsiyalaringizdan nima to'liq degan, qara degan, masalan, misol qilaman degan. San degan, bugun puling yo'q, hech narsang yo'q degan. Senga hozir 1 milliard dollar beramiz, sen faqat ertaga uyg'onmaysan deganda 1 milliard dollarni olarmiding desa, yo'q degan. Keyin ko'rdingmi, seni ertangi kuni 1 milliard dollarga teng degan. Wow. Aka mana motivator bo'laman mana shunaqa. 500 ming so'm beraman, erta uyg'onarmidlar? Aytay o'zbeklar yozib yuboradi, da uyg'onardim dedi. Yaxshi. Скучал. Так быстро попасть в детдом.
Uradim deyman vrachga. Bitta o'g'il ketmani aytishdimi? Ketganda vrachga boqqa qarab ketardi-da. Ulardi, shu bilan. Qum o'ynab yurardi butun umrga. Biddon emas, birato'la komada yotardi-da, bir oy vrachga. Yoshlikda birga katta bo'lgan o'rtog'ing oldiga kopda o'ynagan emas, dardlashgani kelganingda ulg'ayganingni his qilar ekansan. To'g'rimi do'stlaring? Manda yo'q. Manda yo'q. Shunchalik ko'p bo'laman. Koreyada demak. Borolmayman dardlashgani. Qimmatga tushadi. Voy aytdim-ku, bitta qiz sevardim deb. Bitta yaqin jo'ram bo'lardi. O'sha qizni mamnun bo'lib yurardi. Hozir yo'q, bilan yuribdi tiydi. Kim? Qizmi, bola? Bola. Bitta qizni o'sha yaxshi ko'rgan qizim derdim. O'shan yoniga o'tirsam, sen ko'chsan, qiz bilan o'tirasan, unda ham derdi. Uni mashina bor edi, qaroch. Bo'pti dedim, bo'ldi, sen bilan yuraman. Unga qaroch aralashmayman deb, u bilan yuribman. Bir kun telefonni olib videolarni ko'rsam, kechqurun mashinada borib, bila u qizni o'tirg'izib yuribdi ekan, bila. Yuragim sindi-ku o'sha joyda. Mayli. Xudo ko'rdi. Tulichnilar. Kutlar. Hayot yoki jon. Astagfirullah, kilometrlarsa-yu. Xolida bana qattiqidan ichganmisan? Gap qarabilib, Xolida. Tosh oqmi, qora tosh oqmi? Hazillashdim, ne korporatsiya toqdi. Baxtingizdan ochaymi, taxtingizdan ochaymi? Taxtingizdan duo qilib kunlar qo'yaman, taxtingizdan. Voy, 50 ming so'm bo'ladi atiga. 1000 so'm bering. Akajonlar. 1000 so'm. Yurtdan qoch bo'laman. Qodir aka, meni tashlab ketavering. Andijon marojna. Yeysanmi? Hey, taxtingni so'qib tayinlab beraman. Voy, taxtasinglar tiltimoy, bitta olib ketsin. Singlisi ham chiroyli ekan, shana bargini qo'shganmisan, pasi ham kayf Oh, beribdi. polvon, mana meni boshiga sakragan, tushundingmi? Voy, jallod boshi, qo'jonim. Yo'q, bana zavr qo'chlar. Voy, yordam berishga ko'tar, meni ko'tar. Nima bu? To'xtachi, Luiza Rasulovami? Sani o'g'lan ikki qochar. Qiz bo'lsa qizni tashlab qocharding. Aniq bilaman. Men biz yonimda bilan YouTube kanalim o'zim tashlab qochib ketaveraman. To'g'ri. Jon Shira. Ertasi kunga yig'lab chiqib, akalar, YouTube kanalim yo'q. Deb TikTokka qo'yaman. Hype qilaman o'zimcha. Jonim, sen uchun borimni beraman. Mana faqat sizniki emas. Assalomu alaykum. Yar hamon begumon go'zal o'shasan bitmagan bu dardimga dardni qo'shasan. Bizga boshqasi qarasin. Hozir chaqirib boraman. Rahmat aka. Yur. Yaxshi ekan, azik. Bu bilan ham. Yar hamon o'shasan bitmagan bu dardimga dardni qo'shasan. Hoffman do'konlarining O'zbekistondagi barcha filiallarida 31-maygacha aksiya o'tmoqda. Do'konlarda texnika xarid. Yar ham Esiga tushib ketib qolyapman. Texnika xarid qilsangiz, 8-texnika sizga 70% chegirib beradi. Bittasi olamiz, 7-8 so'm qolarkan-a? Tanla tezroq. Nima, g'alati bo'lib qoldi. Tezroq ketaylik. Mana kafolat qog'ozingiz. Yar hamon begumon go'zal o'shasan bitmagan dardni qo'shasan. Nima unaqa qarayapsiz? O'rtalarda nima bo'lgan, ayting tez. Bularda o'zi xiyonatkorligingiz tushundingizmi? Bunlar bu. Bo'ldi. Nima balo hamma bitta joyga yig'ilib olganmisizlar? Borlaring. Qatadanish o'quvchi men baho olish kerak edi u. Yar hamon Dunyo tor. Dunyotor. Bunchalik torlanma ekan bor. Gap yo'q. Mana shu opam basharasiga.
Hozir вообще chiroyli o'ynayapti-da opa, hayolda. Вообще bo'ldi. U number 1. Hozir men turib o'ynayman, bundan chiroyli o'ynayman. Давай. Ya. Давай. Bo'ldi, bilaman. Seriyoz bilashadi. Maqsad nima ekan deyman mana shunaqa videoda. Fohishani ham o'zini-o'zi reklama qiladi aka. Bu ham bir brendda. Yo'q. Ha? Taxta deb yaxshi. Mashinaga gap lekin Mashinaga like bosqordim hozir. Men mashinaga O'sha tushunmaylar. bu taktika edi bolalar. Keyin ani like-ni nedan topib oladi-da. Kerak bo'lib qolishi mumkin-da. Kirisa. Ishondik. Ye. Bo'ldi bu. Men tushib piyola qo'yapti aka, qarang. Piyola qo'ygan. Ko'rdim men piyola qo'ygan, qarang. Piyolacha turibdi mana ikkita. Bolalar bu piyola, bu o'g'il bola bu. O'g'il bola bu. Men ko'zim bilan sezaman. Ha qarang, kinni jullaganda ko'rsatmagan, ko'ryapsizmi? Men bilaman, o'g'il bola bu. Qarang, qo'llarini menkidan katta qo'li. O'g'il bola bu, bolalar. Tushunmaydi. Mani kimdir deyishardi, adashibdi. Lekin chiroyli o'g'il bola ekan. Chiroyli. Valla, mujik. Mujik. Ha, like mana. Endi like bo'lish kerak, lekin bu ham bir do'y bola ekanda aka. Oxirgi qo'ng'iroq u tomosha qilmaydimi? Men tomosha. Men shuni tomosha qiladim. Ha? Mana o'rtaga tushmash musiqa o'ynab bittaman. Tang qilib. Просто biratishga uyalarkanda menga o'xshar ekan. O'lim. O'chirib turing. Pauzaga qo'ying. Ana bu video ertaga chiqadi. Bugun mana shu Anhor parkida bor. Boramizmi? Men do'qim yetadi. Bolalar kuladi, sizdan boramizmi bugun? Istoriya qo'yamiz. Mana shunday istoriya qo'yamiz o'g'lim. Ha, hatib beraman, keyin rostdan qo'yish kerak aka. Qo'yib boramiz hozir, qo'yamiz deb. Qo'rqmang, men 2 marta tushganman, bittasi yiqilganman. O'shandan keyin YouTuber bo'lib ketdim. Ko'ra, videoni ko'raylik. Bilib qo'yaringlar. Vau, qarang. Oyog'i tegib ketsa. Ana bu hayotda yashaganingizdan o'qilasiz, tushganingizdan keyin faxrlanasiz. Naqadar hayot go'zal. Mana shu joyda tushib ketsangiz, lekin o'lmaysiz. Просто bosib ketib o'lasiz. Ashega. Mana O'zbekistonda bo'lmasa kerak. Kimlar rasm O'zbekistonda O'zbekistondagi? O'zbekistonda qamab ketishar, bunday qo'ysin. Gapi. Men serios sal qo'rqaman. Bilano Tiratap filmi nima edi? Homda katta magazinlarda qo'yib qo'yardi, ekskavatormidi? O'shandan yiqilib yuribdi, bunga qanday chiqadi? Va. Ana shu brat bomb ish ketdimi? Hamma nima yuzingizda. Hamma bir 40% yuzingizda bo'lgan bo'lsa, 60% ni bratdan oladi. Nima ideyalar kelarkan? Bratani kallasiga, ha? Ama TikTokerlar rahmat aytish kerak. Hammasi rahmat aytish kerak. Ana zeriktirib qo'ymayapti, brat. Trendlarni yangilab turibdilar. Gapi. Gap bo'lishi mumkin. Hozirgi streamerlar zo'r. Nima? Sen qanisi? Men o'zman. Bu Demeli. Kinaz 202 yo'q bo'lsa yo'q. Birinchisi. Shorts yo'q bo'lsa yo'q. Bu yo'q bo'lsa yo'qolib qoladi. Bu
Bu ham wow. Lekin Rejimmi? rejim bu sakraveradi bolalar o deydi o'shanganda. Normalniy odamlar qo'yish kerak-da hozirgi stream. Hozir o'lgan streamerlar meni chiqarmaydimi? Nima o'lgan deysiz? Bu yerda men qanimi? Yo, bu eski streamerlar deyapti. Yo, hop, yangisida ham yo'qman, eskisida ham yo'qman. Men kimman? Men PUBG'masman, ha? Shuni aytishkili. Endi 21 Kayfalo, sizda stream xonangizda stream bo'ladimi? Yo, Sizniki oldin shunaqa edi-ku, orqasi. rasm bitdi u. Oldin sizda ham xuddi shunaqa rasm edi. Bilmadim. Sizda bashariyat shunday ko'rganman-da oldin. Shunaqa edishkili. Stream xonaga o'xshaydi arqa foni. Mashkala. Logika. Saldan chiqilsam bu bitganmilar. Mana qarayapsiz. Mana qarang. Nima menga nam yoqqa bo'lib ketyapsiz? Ayol makralaringizni ishlatib, bunaqa biziklab bo'lib ketyapsiz. Nima men sizni ketingizdan itga o'xshab yurishim kerakmi? To'g'ri, sizga ko'p bolalar qaragan bo'lishi mumkin, lekin meni qarata olmaysiz. Men sizniki qizlarni bilaman. Yosh bolalar bundan nam yoqib ketasizlar-da, o'zingizlarcha sevdirasizlar, kuydirasizlar, ado qilasizlar. To'g'ri, chiroyli qizdirsiz, lekin men o'ralib uchunchasiga qaramayman. Qiz bor. Hozir 1,5 minut tushiraymi gapirishini shu bola? Mayli. Ketdik. Qattiq yeb oldi. Urdi nimadir? Bir valloh qiynaldimi, to'g'ri. Acha, nima o'zi bu joy? Chimildimi? Qani u? Yigit. Chimildonmi? Qayerdan bilamanmi? Yo'q, kichkina bo'lam chimildi. Kim uylanishim bor alman bir katta bo'lam, bitta целый xona chimilda bo'lamdi, o'ylabman. Ana uyda u burchakda asal, bu burchakda yana nima qatalosh, shuni qo'yib qo'ygan, yugur orqasidan. Yugur. Quvalash o'ynasana. Yaxshi. Chimildiqda keyin ana deydi. Nima? Ammasi yana kimdirlar turadi deydi, shu gap rostmi? Jinnimisan. Yo'q, parda bo'ladi, parda orqasida turadi deydi, shu gap rostmi? Unaqa bo'lsa, qo'limni kesimda qonunga artmayman, deb olib chiqib beraman. Bo'ldi, skip qilaymi, xayol ketib qolyapti. Mayli, kuchingiz bo'lmasin. Mayli, fikringiz bo'lmasin. Lekin bilmasin. Fikr bo'lmasa, buni qanday oladilar? Shu osmonga qarash kerak-ku. Oxirgi kadrlar. Tushundingmi? Bo'ldi. Kuchim bilan fikrim bo'lmasa, men hech kim emas ekanman. Pul qilamiz. Oyog'imni nima men chiqarib oldim yana. Buncha huni oyoqlarim. Maymunga o'xshayman, sochimni kal qilsam nima bo'lar ekan, nima qarang. 5-kal qilasan? Ha, 5-da kal. Aniqmi? 500 mingta bo'lsa, atalab stream qilmayman. Ya, kirisa. Qancha bo'ldi hozir? 487. Agar 13 mingta odam qo'shilsa, 5-gacha 3 kun qolibdi. Kal bo'lasan. Qiziq qani o yigitni? Shu yerda yigit yo'qmay qoldilar. Yem u. Ana ku Kezgodagi. Nima edi nomi shu zonani? Tanishuv eslanmayapti. Kezgodagi joy-ku. Yashil zona Kezgodagi. Kezgodagi joy uka. Yozib qo'yinglar, xat bo'lsa eslanmayman. Qaysi kartali? Точно konturda anaqasida. Aylanadi yulduzlar, aylanadi samolar, menga Yer ham aylanib ketdi-yu, ne только yulduzlar. Aylanadi ko'zlar bo'lib ketgan. Bunday aylanadi ko'zlar mana shunday borib kelyapti aka. To'g'ri. Nima edi? Melikmidi? Oyoq Bittani oyog'i ishlamasa nima? Ya, buni
ketar ekan. Ne oldu? Tipo qilgan. Aka что-то смущаться qilib deb og'rilanib ko'rdi. I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure, and make you wanna dribble dribble. 32.9 million like ekan. Nima? Kim bular? Kommentariy 1,5 million. Bular kimligi qiz emas. Iga tezroq xotin olish kerak edi. Что-то TikTok reaksiya qizlar bosib ketyapti. Faqat qizlar bosib ketyapti. Aylanadi yulduzlar. Naryoqda bittasi piyalar qo'yib olganlari, что-то не то, iga. O'zi chiqadi. 25 kirdi aka tezlashish kerak ekan. To'g'ri. Уже men shu yoshimda boshlanibdi, sizniki bilmadim. Sizniki уже yosh. Men anavi noto'g'ri tushunmay boshqa narsa boshlanmoqchi edim. Bratanku, men shuni ko'rmay like qo'ysam, bilmayman bunaqa. Ko'rdingmi shu video? Makaron skripti kamerasi bor ekan. Brat yomon ko'tarildi, ha? Zo'r qilibdi rostdan videolar. Brat cho'qqiga chiqib qoldi shunday. Brat bilan qilishim kerak TikTok reaksiya. Gaplashib qo'yganman. Gaplashib qo'yganmiz? Qilish kerak endi. Vaqt topish kerak. Akani vaqtini topish kerak. Sen bilan ham 3 oy biladi. Oho. Shu rasman izidan chiqib ketib qoldi. Aka. 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 Davay, davay. Qanday? Qanday dedim? Qanday? Qanday? Bilmadim. Rostdan ha? Sog'liq uchun qo'yadi, gamburgeri. Qanday? Qanday aka? Men sizga bermoqchi edim ham savolda. Qanday? Mayonez ketchuplar o'zi kerak edi. Ya. Bilmayman, tez nimadir laqit tashidan bo'lsa kerak. Men bilmadim, bu odamlar o'zi nimadir sog'liq foyda zarar tushunmayman. Keyin streamlarda bakalsiz ichardim 5 litrli, 10 litrli baklash kerak. Bu yerda o'zi adekvatniroq bo'lishim kerak-da. Reklama. Tutulasin oldi kattaroq. Menga qo'ymaysan. Beraman, pastda qo'yaman. Chiqib turmasin. Reklama ketib qoldi. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Bo'lishi mumkin edi. Men shunday qilib ko'rsatardim sizlar reklamalaring. Prosta pul bermagansizlar. Ketib bo'ldi reklama. Mayli. Xudo ko'rib turibdi. Bizdan o'tsa sizlardan o'tib qolmasin. Bilsanglar bilarsizlar. Agar pul berganda mana bu yerda hozir bu videoni sponsori deb chiqarib qo'yardingiz. Sen ham gapirardi. Aytmayman, meni ham gapirtirib yuboradi o'sha pul. Narigi vagondagilar bizani vagonga o'tib olib tinchligimizni buzyapti-ku. Shunda narigi vagondagilar sizlarning vagonlarga o'tmasinmi? Yo'q, o'tmasin emas. Yo, siz noto'g'ri savol berdingizlar, hech qanday gapsiz. Qishloq bolalar kelmasin kerak. Boshqa qishloqni bolasi kelmasin emas. Boshqa yerdan mana gapim tugadi, mayli. Siz menga Nima dedi? Agar u trendni ko'rmagan odam mana bu akani haziliga chiqarib bilan kulmasa kerak-a. Hozir xola nima ma'noda tuz keldi? Bilmadim. Tushunganim mana. Короче. Mayli. Ko'rdim shuni. Bratda, ano futbolga yo'q bo'ladi hozir orqasi. Oq bilan bo'yagan. Mayli. Bratga ham gap yo'q. Aytmayman, men ham ko'tarilib ketdilar. টিকটক নাকি বলে দেবে আমি কোন ফোন ইউজ করি দেখি তো সবাই কিন্তু ট্রাই করবেন Men bu ana qo'ydim deymi? Mana atmetga qilib turdi. Videosiga tushunmayapman. আইফোন সত্যিই তো আমি আইফোন ইউজ করি
O'tkazendingiz aka. Yo'q, ana qara, mana atletga qilib qo'yibdi. Bitta ma'no chiqdi-da. Voice of Ronnie. Bu Indiyadan qanday izlab ketgan debdi. Ko'rsa kerak uka. Mana Hindistonda. Salom indeychi. Indeychi. Indusi. O'tkazing. Что-то не то muvlah qo'ydim uzr. bermaydi deysizlar-da, lekin bundoq odamga o'xshab o'zinglar kelib bir og'iz bitta ber deb so'ramasizlar. Yaxshilab so'rasanglar, men ham beraman-ku o'sha nomerda. Yaxshi, nomeri ekan uka, nomerini aytibdi. Qo'rqib ketdim. Hozir bu men yonimga kelsa, men bunga berishga to'g'ri kelib qoladi. Kattaligini deymi? Menga ber desa kerakmi? Nomerimi? Siz buncha hayolingiz aka, nomerda ekan ishni. Boshqa narsa so'ralmaydi-ku. Do'stlar, video ko'payib ketgani uchun mana shu joyda to'xtatishga qaror qildim, chunki juda ham ko'payib ketdi. 1,5 soatlik bo'ldi. Shuning uchun ikkita qismga bo'lishga qaror qildim. Keyingi qismi xudo xolisa yaqin o'rtada chiqadi. Sizlarning aktivlarga qarab, agarda komment buzib tashlashsanglar, agar laykladi, prosmotrlar buzib yuborsanglar, tez orada chiqadi xudo xolisa. Hozircha xayr, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oxirida aytib o'tmoqchiman, oxiriga ko'rganlarga kattakon rahmat, hamda o'zimni UC servisini aytib o'tmoqchiman do'stlar. Tezkor, ishonchli hamda arzon bemalol murojaat qilishinglar mumkin. O'zimiz xizmatdamiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ixa hamda Aslanboy bo'ldi.